Tormoz tizimi tekshiruvi. 5-qadam. Tormoz tizimini tekshirish. Tormoz bu yuk mashinangizdagi eng muhim xavfsizlik tizimidir. Yuqori tezlikda tormozlar ishlamay qolishi bu har bir haydovchining eng yomon tushidir. Shuning uchun uni to'liq tekshirish har doim shart. Nima uchun tekshiriladi? To'liq tekshiruv havoni sizib chiqishlarini aniqlaydi. Signal va ogohlantirish tizimlarini tekshiradi. Tugmalar, qo'l tormozi va ish tormozini sinaydi. Yo'lda xavfli tormoz ishdan chiqishining oldini oladi. Bu tekshiruv odatda LABPS deb ataladi. Leaks, sizib chiqish, alarms, signal, bottom pop out, tugma chiqishi, parking brakes, qo'l tormozi, service brakes, ish tormozi. Boshlashdan oldin g'ildiraklarni tirgak bilan bloklang. Yuk mashinasi yurib ketmasin. Dvigatelni ishga tushiring va havo bosimi oshishini kuting. Havo bosimi 100 psi dan yuqori bo'lsin. Havoning chiqishi va bosimni ushlab turish. Qo'l tormozini bo'shating va treyler tormozlarini quvvatlantiring. Oyoq tormozini bosib, dvigatelni o'chiring. So'ng 1 daqiqa davomida manometrni kuzating. Agar treyler bilan bo'lsa 4 psi dan ortiq, agar trakning o'zi bo'lsa 3 psi dan ortiq chiqmasligi kerak. Agar ko'proq chiqsa, havo sizib chiqishi bo'lishi mumkin. Yo'lga chiqishdan oldin tuzatish kerak. Past bosim signali va tugmaning chiqishi. Dvigatelni o'chirgan holda kalitni yoqing. Pedalni bosib, havo bosimini tushiring. Past bosim signali 60 psi dan oldin chiqishi kerak. Pedalni bosishda davom eting. Tormoz tugmalari, ya'ni qo'l va treyler tugmalari avtomatik ravishda 20 va 40 psi oralig'ida chiqishi shart. Qo'l tormozi va havo to'ldirish. Qo'l tormozidan avariya tormoziga o'ting. Neytralga o'tkazing va dvigatelni ishga tushiring. Havo bosimi qanchada to'lishini kuzating. Muhim xulosa. Tormozlar hayotingizni saqlaydi. Agar ularni to'g'ri tekshirsangiz. Har safar yo'lga chiqishdan oldin tormozlaringizni tekshiring. Shunda hech qachon sizda kutilmagan xatolik bo'lmaydi.